talaba xotin-qizlar uchun ta'lim jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Bunda talabi misol uchun ta'limga faqatgina kunduzgi ta'limga o'qiydigan talabalar uchun beriladi. Ya'ni kunduzgi ta'limga o'qiydi. Eng katta ishlar misol uchun talaba xotin-qizlar uchun hech qanday pul to'lamaydi. Buni jamg'armamiz to'lab beradi. Bitirgandan keyin 6-oydan boshlab 6-oydan 7-oydan boshlab kreditni asosiy qarzini qattiqlashtiradi. Bosqichma-bosqich 4 yil o'qisa 4 yil, 6 yil o'qisa 6 yil davomida olish imkoniyati mavjud. So'nggi 1 yil olib keyin buni yoqmasa berilmaydi degan fikrlar bo'lyapti. Ko'p holat unaqa emas. 4 yil davomida o'qiyapmiz, 4 yil davomida bosqichma-bosqich shartnoma asosida berib bu ta'lim dedi. Undan tashqari hozir eng hammani qiziqtiradigan narsa bu mahalla daftari loyihasidagi. Ya'ni mahalla ko'pchilik oladigan hujjatlardan bittasi bu